Faoliyatim davomida bunaqa bir xonali kvartirani birinchi marta ko'rib turishim. Keling, ko'p gapirmasdan bu kvartirani e'tiboringizga havola etib, o'zim juda oshiqib ketyapman. Demak, joylashuvni aytib o'taman. Joylashuv 23-maktabga yaqin, birinchi etaj bir xonali kvartira variantiga tashrif buyurdik. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'ring. Hozir uyning holatini tezkor obzor qilib beraman sizga. Bitta like bosish sizdan qoladi albatta. Demak, boshladik. Ko'cha eshigimiz kirganimizda mana shunaqangi keng bo'lgan prixoshkasi kutib oladi. Odatiy bir xonali kvartira prixoshkasidan kattaroq hisoblanadi bu tarafda. Asosiy xonamiz. Demak, holatlariga bitta e'tibor bering o'zingiz. Remontlari zo'r. Ayniqsa eshiklari MDF sifatli MDF eshiklar o'rnatilgan, remontlarga mos holatda turibdi. Bo'yiga, eniga qarab ko'ring, kengligiga e'tibor bering. Demak, hozir o'lchaberaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qadam u yog'idan bu yog'igacha bo'lgan mana shunaqangi asosiy xonasi bor. Hamda bu tarafda ikkinchi xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda bonusiga podval ham joylashgan bo'ladi, xudo xohlasa. Bu kvartiraga siz qancha to'lagan bo'lar edingiz? Buni izohlar bo'limiga yozib ketsangiz bo'ladi. Men esa videoning oxirida biz taklif qilayotgan narxni aytib o'taman. Oshxonasini ko'rsataman. Marhamat, oshxonasi. Bitta like bosib pochchamga yuborib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Pochcha agar bu kvartirani yangimga olib beradigan bo'lsangiz, don tagida albatta qolib ketasiz. Ana endi yuvinish xonasi hamda hojatxonasini ko'rsataman. E'tibor bering, alohida variantdagi kvartira hisoblanadi. Yuvinish xonasi, bunisi hojatxona qismi hisoblanadi. Ana endi ekranga yaqinroq keling, biz taklif etayotgan narxni aytaman. Narxi 500 million demaymiz, 490 million ham demaymiz, 480 million ham demaymiz, 470 million so'm albatta savdosi bilan chiqaryapmiz. Xudo xohlasa quyidagi raqamlarga telefon qiling, uyning egasi bilan uchrashtiramiz. Shirin so'z, shirin gap bilan arzon qilib olish sizdan qoladi, xudo xohlasa. Mana shunday kishinam bir xonali, ikki xona variantda foydalansa bo'ladigan kvartira qo'ldan chiqib ketib qolmasin, ha.